Bitta qo'lingizni ochib niyat qilib qo'ying. Ota-onamiz bilan mana shunaqangi oppoqqina qasr uylarda yashashlik Allohim har bir insonga nasib qilsin. Mana bu uyimizni qaranglar. Men bu uyga termilib turibman, ko'zlarim maza qilyapti. Ayniqsa, men fasadi bamisol oppoq qorda yaltirashini, shomga yaqin fasadni podsvetniklarimizni ko'rasizlarmi? Juda ham bir boshqacha, xuddi birki ertaga tushib qolgandek bo'lasizlar. Niyat qilgan bo'lsangiz, siz ham chin dildan mana shu uyga bitta yurakdan qizartirib qo'ying. 6,5 sotuvlik Mirzo Ulug'bek rayoni Nikitinadamiz. Xo'p, hovlisini ko'ryapsizlar. Olgan odam bu yoqda gul, rayhon, atirgullarni ekib mazza qilib o'tirsa bo'ladi. Bu ham ola parkovkadan umuman muammo yo'q. Navisovda bemalol 3-4 ta mashinangiz sig'sa, bu yoqdan ko'ryapsizlar, kattagina panorama o'yini, uyimizda spa zona ham bor. Ana endi tayyor bo'lsanglar, bu go'zal uyimizni ichiga sayohat qilamiz. Qani ketdik. Bu esa bizning uyimizdan kirib kelish hol qismi. Bu yoqda mягкий zona qo'yib, oilaviy mazza qilib o'tirsangiz bo'ladi. Kattagina panorama o'yini shundoqqina hovlidan yorilib tushib turadi. Ayollarimiz ko'proq vaqtni o'tgan oshxonani menga bitta taraf yoqdi. Qaranglar, oshxonada o'tirib taomlash uchun kattagina, kenggina joy va bu yoqda mana shu yerda oshxona navorlari turadi, ya'ni mebel jihozlari turadi va uyimizning spa zonasi, basseyn, saunnaga ham o'zingizlar bitta baho berasizlar. Aytib o'tgandek, bu yoqda ham kattagina panorama joylari tashab ketilgan. Ana endi uyimizning mehmonxona qismiga sizlarni olib o'taman. Mehmonxonasiga ham o'zingizlar bitta baho berasizlar. Marhamat. Mana zal necha kvadrat deb o'ylaysizlar? Kattaligini ko'ryapsizlar, o'zingizlar bitta baho berasizlar. Uyimiz to'liq 100% to'pli pol plus radiatorlar ham o'rnatilgan. Har bitta xonada, hattoki hol qismida mana shunaqa to'pli pol datchiklari o'rnatilgan. Bu esa umumiy sanuzel, ya'ni gostyovoy. Birinchi etajimizdan spalnisi va o'zining ichida sanuzellarga ega. Bu ya'ni master spalni bo'ladi. Ana endi sizlar bilan birgalashib ikkinchi etajga sayohat qilamiz. Uyimizning ikkinchi etaji, hozir ikkinchi etajga chiqishimiz bilan birinchi master spalnini ko'rsataman. Kattalik o'zingizlar bitta baho bersizlar, garderob sanuzellariga ega. Ana endi bu xonaga o'zingizlar bitta baho beringlar. Kattaligini o'zingizlar his qilishingiz uchun ko'rsataman. Bu yoqda shkaflaringlarni qo'yib, yana bitta kabinet o'rnida foydalansanglar bo'ladi. Katta kiruvishda garderobni qilib va marhamat spalnini ko'rasizlar, o'zining ichida sanuzellari ham eng katta spalni mana shu bo'lsa kerak. Menga bu joyi yoqqan jihati kattagina panorama o'yini mazza qilib quyosh yorug'lik. Shundoqqina svetdan ham foydalanmasanglar bo'ladi, yorug'likni bo'ladi. Xo'p, bu yoqqa keladigan bo'lsa, ikkinchi etajimizning umumiy sanuzeli kattaligiga o'zingizlar bitta baho berasizlar. Jakuzilar qo'yilgan. Shuni yonginasida bitta bolalar yotoqxonasi. Mana rangini qaranglar. Qizlar uchun juda ham zo'r xona bo'libdi. Ayniqsa mana lyustrani qaranglar. Juda ham noodatiy qilishgan. Ranglariga o'zingizlar bitta baho berasizlar. Qizi borlar uchun bu videoga bitta like bosib qo'yasizlar. Xo'p, bu yoqdan to'g'ridan-to'g'ri kelinglar, sizlarga balkonni ham ko'rsatib beraman. Balkondan vidini o'zingizlar baho berasizlar. Juda ham chiroyli ko'ryapsizlar.